Hangizga assalomu alaykum do'stlar. Bu Kaman-Craft kanali. Nega aynan Kaman-Craft deyishingiz mumkin? Chunki bu kanal endi baribir meniki, o'zimniki edi oldinam. Chunki menga kreativni nom kerak edi. Endi bugun biz Artcraft serverini o'ynaymiz. Xo'sh, endi asta-sekinlik bilan kira olamiz. Spawnda ozgina odamlar bor ekan. Skinim Artiniki, kallasi meniki. Nega kallasi bunaqa deyishingiz mumkin? Bilmadim, mening telefonim shunaqa qiladi, lekin kanal ana kallasini. Nima bo'lyapti? Anarxiyaga aynan shu paytda kirmaydi-da. Sog'ana mana ikkita 9 kishi o'ynab o'tiribdi-ku. Menimcha yo'q, menimcha bunaqa emas. Bunisiga ham kirmayapti. Anarxiya 2 o'ynaymizmi? Ketdik, Anarxiya 2 o'ynaymiz bugun. Kanalimda niki oldin Davronbek Minecraft edi. O'zgartirganimning sababi balkim obunachilar ko'payib ketar degan holda. Xo'sh, 1000 tokenim hali beri turibdi ekan. O'yli temir ham berasanmi? Men bir olmos kutgandim. Mainga ketdik. Mana biz hozir qilib ko'radigan narsa server anarxiya. Dadam telefon qilib qoldi. Endi ketdik. Temirlarni tashlab yubormaslik kerak. Anarxiya birda men o'ynayman, har doim temirlarni sotib yuboraman. Keyin menga anvil yasashda kerak bo'ladi, o'shaning uchun afsuslanaman. Demak, hozir sandig'imga solib qo'yaman. Yo'q, ahga qo'yamiz. Yo'q, buncha ko'p bo'lmaydi. Nima nol voice? Yer borib qancha qo'ydim? Yaxshi, 4 millionga. Anarxiya birda keyin ana qilaman. Anarxiya birga o'tkazib olaman. Chiqib sotib olmasa bo'ldi shu 4 millionga. Temir. Berdim temir olish yomon muammo-ku. Bak. Oltin. Artcraftda kuchayish juda ham qiyin deb men o'ylayman. Lekin sirini bilib olishimiz kerak. Birinchi bo'lib temir kovlab, temirimizni eritib, ana shunday qilib sirini bilib olish mumkin. Artcraftda kuchayish shunisi bilan osonlashib ketaveradi.
sehrlash stolini oldiga borib, ana qilishimiz kerak. Sehrlab qo'yishimiz kerak. Hozir hamma menimcha anarxiya ketdi. Fantastik ko'mir yo'qmi? Temir izlamoqchi edim. Minecraftni yuzi berdi. Serverda. Yaxshi kerakli narsalarimizni solib qo'yib, Netherga ketdik. Endga bormoqchi emasdim. Netherga bormoqchi edim. Aniq. Netherga kelganimning sababi biz oddiy olamga borsak, oddiy olamga bizni o'tkazmay qolishi mumkin. Shuning uchun biz Netherga borsak ancha yaxshiroq bo'ladi. Netherda ko'k o'rmonda daraxtlar ko'p bo'ladi. Va biz ko'proq daraxt olishimiz mumkin. Kimdir meni akkauntimdan kirayotganga o'xshaydi. Men har doim anarxiya 1 o'ynayman. Har doim o'z narsalarim boshqa joyda bo'lib qoladi. Masalan, buldozer, mending, shular boshqa joyda bo'lib qoladi. Biz urinib ko'rishimiz kerakki, anarxiya 1ga 3ga. Xo'sh, demak, hozir hamma emas. Hozir server anarxiya. Yo'q, o'tkazmadi. Mana SMS kelyapti. Mayli, bu menimcha bizga taalluqli narsa emas. Sizga qaysi server yoqadi? Buni albatta izohlarda yozib qoldiring. Menga masalan mana shu Articraft va ByteMC, keyin MyStacks yoqadi. Boshqa serverlarda men musor degan bo'lardim. Masalan, Epic Mine, Best Mine, Dragon Craft. Shularga ham musor degan bo'lardim. Articraft va ByteMC, keyin MyStacks eng yaxshi serverlar degan bo'lardim. Ba'zilarini bilaman, MyStacksda bir menimcha ancha payt o'ynaydi. Mana birat nima qilyapti? Meni darajam 1, uni sehrlolmayman. EcoMC bu videoda bizning maqsadimiz bo'ladi. Nima bo'lsin? To'qqizta zumrad topib, zumrad blok yasash. Shundan keyin video tugaydi. Nega? Chunki men videoni tezroq tugatishni xohlayapman.
Chunki men 15 daqiqadan ko'p video chiqara olmayman. Tezroq videoni tugatishni xohlayapman o'shaning uchun. 9 ta zumrad bilan bitta zumrad blok. Sizga mana shu 1000 tokenni berib yuborgan bo'lardim agar o'ynasangiz, Articraft o'ynasangiz, Commandcraft men sizni obunachingizman deb yozib qoldiring va 1000 token qanday berishini ham yozib qoldiring, men chunki bilmayman. Video 11 daqiqadan oshayapti. Mana mining ham yangilanay demaydi. Mana yerda qo'yib turaychi. Biz maqsadimizga erishdik. Va nihoyat maqsadimizga erishdik. 9 ta zumrad blok, 9 ta zumradni men va nihoyat ter to'kib topdim. Orada kirkamni sindirishga ham ulgurdim. Xayr hammaga, bu video agar sizga yoqadigan bo'lsa, menga 10 ta like yig'ib bering. Shu videoda men bitta rang olishga harakat qilaman. Keyingi videoda 10 ta like bo'lsa, men rang olishga harakat qilaman. Hammangizga xayr va rahmat. Videoni tomosha qilganingiz uchun.